Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan xursandman. How are you doing today? Bugun xudo xolasa 8-mavzuyimizni o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz o'sha legendarli mavzuyimiz, ya'ni present simple. Ya'ni biz bu mavzuni maktabda ham o'rganganmiz, uchebniy sentrlarda ham o'rganganmiz. Lekin haligacha baribir xato qilamiz. Bugun present simple zamonini 100% o'rganishga harakat qilamiz. Ya'ni sizda deyarli hech qanaqa savollar qolmaydi degan umiddaman. Mana unda boshladik. Let's go. Hop, present simple zamoni bu hozirgi oddiy zamon. Hop, present simple zamonini qachon ishlatamiz? Biz present simple zamonini umumiy faktlar uchun ishlatamiz. O'tmishdan hozirgacha bo'lgan haqiqatlar uchun ishlatamiz. Odatlar, ya'ni kun tartibi uchun ishlatamiz. Va oxirgisi kelajakda rejalashtirilgan voqealar uchun ishlatamiz. Endi bularga hozir to'xtalmayman, chunki bularning oxirida har bittasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Hop, biz present simple zamonini darak shaklini o'rganadigan bo'lsak, I, you, we, they, they'ga verbni oddiy shaklini qo'shamiz, ya'ni verb 1. Misol uchun, I work, men ishlayman. You play football, sen futbol o'ynaysan. They live in Tashkent, ular Toshkentda yashaydi. Hop, endi bunda deyarli uncha istisno holat yo'q, lekin he, she, itda bizda verb 1 qo'yamiz bunga ham. Lekin bularga s, es yoki ies ham qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, he works. Nega bitta works bo'lib ketdi? Chunki biz 3-shaxsga s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. She plays football. U futbol o'ynaydi. Ya'ni bu yerda ham s qo'shilyapti. Ko'rib turgan bo'lsangiz. Ya'ni she olmosh ham bizda 3-shaxs. Shuning uchun ham biz bunga s ni qo'shishimiz kerak. It lives here. Ya'ni bunga ham s ni qo'shamiz. Ya'ni 3-shaxs bo'lganligi uchun. Lekin bizda istisno, исключение holati bor. Ya'ni oxirgi verb harflarimiz verb mashq harflar bilan tugasa, ya'ni s, sh, ch, x, o harflari bilan tugasa, biz unga es qo'shamiz. Ya'ni buni o'tgan darslarimizda ko'rganmiz. Ya'ni pluralga o'tkazishda shunaqa qoida bor edi. Ya'ni s qo'shishni 3 ta turini o'rganganmiz. S, es va ies. Misol uchun, pass bo'lsa, passes bo'lib ketadi, ya'ni es qo'shilgan. Wash, sh bilan tugayapti, ya'ni washes. Watch bo'lsa, misol uchun, watches bo'lib ketadi. Fix, fixes. Go bo'lsa, goes bo'lib ketadi. Talaffuz z bo'lib ketadi. Goes, goes. Inkor shaklini ko'radigan bo'lsak, negative. Bizi inkor shaklida I, you, we, they ga don't ni ishlatamiz. Va undan keyin verbni birinchi shaklini ishlatamiz. Ya'ni hech qanday qo'shimcha qo'shmaymiz. Misol uchun, I don't work. Men ishlamayman. They don't play football. Ular futbol o'ynamaydi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizday I, you, we, they ga don't ni qo'shamiz. Inkor yasash uchun. Keyingi holatimiz. He, she, it ga biza does not ni olamiz. Ya'ni buni qisqartmasi doesn't. Doesn't. Bunga verbni birinchi shaklini qo'shamiz. Boy darak shaklida s, es qo'shamiz degandik. Lekin bunda inkor bo'lgani uchun bizda ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda qo'shib o'tirishimiz shart emas. Work, play bo'lyapti ko'rganinglardek. Ya'ni inkorda bizda s
qo'shmaymiz. Misol uchun, he doesn't work. U ishlamaydi. She doesn't play football. U futbol o'ynamaydi. Asosiy farqi bu yerda shu olmoshligi don't ni olamiz. Bu olmoshligi doesn't ni olamiz. Asosiy farqi shu bu yerda. Keyin yana uchinchi shaxsda biza negativ bo'lganda s qo'shib o'tirishimiz shart emas. Hop, bizda so'roq shakli. So'roq shaklini yasash uchun, ya'ni do bizda yordamchi fe'l oldinga chiqadi va unga subjektlar, ya'ni olmoshlarni qo'yamiz va oxirida verb one ni qo'yamiz. Hech qanaqa as, es bizga kerak emas bu yerda. Misol uchun, do you work? Ishlaysanmi? Do they live here? Ular shu yerda yashaydimi? Endi uchinchi shaxsda biza bu yerda does ni olamiz. Ya'ni he, she, itga biza does yordamchi fe'lini olamiz. Misol uchun, does he work? U ishlaydimi? Does she play football? U futbol o'ynaydimi? Bu yerda asosiy farqi shu berilgan olmoshligi do ni olamiz. Ya'ni bitta verb one. Ya'ni bizda hech qanaqa qo'shimcha qo'shib o'tirishimiz shart emas. So'roq shaklida. Eng muhim joyi o'sha subjektdan oldinga chiqadi-da yordamchi fe'l. He, she, itga biza does ni olamiz va verb one. Asosiy qoidalari shu edi. Endi biza present simple'da short answers berishni o'rganamiz. Biza I, you, we, they ga do ni ishlatamiz. Ya'ni misol uchun, do you play football? Ya'ni futbol o'ynaysanmi desa, yes, I am demaymiz. Ya'ni qaysi yordamchi fe'l bilan savol berilyapti. Misol uchun, do bilan berilyaptimi? Do bilan javob qaytarish kerak. Misol uchun, yes, I do. Agar unaqa bo'lmasa, no, I don't deymiz. Keyingi savolimiz. Do they play football? Ular futbol o'ynashadimi? Yes, they do. No, they don't. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda ham do olingan va do bilan javob qaytara olamiz. Negativ ham xuddi shunaqa don't. Ya'ni biza they ga inkor shaklida ham don't ni olardik, esinglarda bo'lsa. Keyingisi. He, she, itga biza does bilan savol beramiz. Misol uchun, does he play football? U futbol o'ynaydimi? Yes, he does. Ya'ni does bilan savol berilyapti, does bilan javob qaytarilyapti. No, he doesn't. Yo'q, u o'ynamaydi. Does she play football? U futbol o'ynaydimi? Yes, she does. No, she doesn't. Yo'q, o'ynamaydi. Does it play football? U futbol o'ynaydimi? No, it doesn't. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda ham qanaqa olmoshda savol berilyapti. Misol uchun, it bilan savol berilayotgan bo'lsa, o'sha olmoshni ham qo'yishingiz kerak bu yerga. Yes, it does bo'lib ketyapti, ko'rgan bo'lsanglar. Does bilan savol berilyapti, does bilan javob qaytarishimiz kerak. Hop, endi holatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, boshida aytganim. Ya'ni biz present simple ni umumiy faktlar uchun ishlatamiz. Misol uchun, the earth goes around the sun. Ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi. Ya'ni bu olimlar tomonidan aniqlangan fakt. Ya'ni bu o'zgartirib bo'lmaydi buni. Shuning uchun ham biz bu holatda present simple ni ishlatishimiz kerak. Keyingisi. Water boils at 100 Celsius grades. Ya'ni suv 100 gradus issiqlikda qaynaydi. Ya'ni bu ham fakt. Buni ham o'zgartirib bo'lmaydi. Keyingisi. Birds fly. Ya'ni qushlar uchadi. Ya'ni biz uni o'zgartirmaymiz. Baribir qushlar uchadi. Bu fakt. Ya'ni biz
bu holatda present simple'ni ishlatamiz. Xo'p, keyingisi o'tmishdan hozirgacha bo'lgan haqiqatlar. Biz bu holatda present simple to be ni ishlatishimiz kerak. Misol uchun Tashkent is capital of Uzbekistan. Ya'ni Toshkent O'zbekistonning poytaxti. Ya'ni Toshkent 2010-yil ham, 2011-yil ham Toshkentning poytaxti bo'lib kelgan va hozirgacha ham Toshkentning poytaxti. Va bu ham haqiqat. Shuning uchun ham biz bitta present simple to be ni ishlatishimiz kerak. Keyingisi odatlar va kun tartibi uchun ishlatamiz. Misol uchun we go to school. Ya'ni biz maktabga boramiz. Ya'ni biz har kuni maktabga boramiz. Ya'ni bizni kun tartibimizni bir qismiga aylanib bo'lgan. Ya'ni har doim takrorlanaveradi. Misol uchun I watch TV every day, I brush my teeth always. Ya'ni bularning hammasi takrorlanadigan harakatlar. Ya'ni takrorlanuvchi harakatlarga biz present simple ni ishlatamiz. She always drinks coffee. U har doim kofe ichadi. Nimaga bu yerda present simple ishlatildi? Sababi u buni odatiga aylanib bo'lgan o'zi. Ya'ni u har doim kofe ichadi. Ya'ni takrorlanuvchi harakat bu. Va uni odati. Ko'rib turgan bo'lsangiz, drink. She almost kelyapti bu yerda va bu yerda biz s qo'shyapmiz. Uchinchi shaxs bo'lganligi uchun. Keyingisi rejalashtirilgan voqealar uchun ishlatamiz biz present simple. Misol uchun the train leaves at 3 p.m. Ya'ni poyezd soat 3 da jo'nab ketadi. Nimaga bu yerda men present simple ni ishlatdim? Sababi bu poyezdni biz belgilamaganmiz. Ya'ni bu poyezd qachon jo'nab ketishi oldindan rejalashtirib qo'yilgan. Ya'ni jadvallar asosida amalga oshiriladi. Ya'ni aniq bir vaqtda sodir bo'ladi bu. Shuning uchun ham biz present simple ni ishlatganmiz. Misol uchun the movie starts at 9 a.m. Ya'ni kino soat 9 da boshlanadi. Ya'ni bu ham bizga bog'liq emasdi. Ya'ni u oldindan rejalashtirib qo'yilgan. Ya'ni soat 9 da boshlanadi kino. Ko'rib turgan bo'lsangiz. Xo'p, endi biz bu present simple keywordslarni ko'radigan bo'lsak, always har doim degani usually odatda, often frequently ko'pincha, sometimes ba'zan, occasionally vaqti bilan, rarely seldom. Ya'ni kamdan kam, never hech qachon. Misol beradigan bo'lsak, I always eat breakfast at 7 a.m. Ya'ni men har doim soat 7 da ovqatlanaman. Anaqa nonushta qilaman. She never drinks coffee. U hech qachon kofe ichmaydi. Ya'ni nimaga bu yerda men o'zi present simple da gap tuzganman. Sababi men bu yerda kundalik hayotim, ya'ni odatim haqida gapiryapman. Ya'ni men har doim soat 7 da nonushta qilaman. Ertaga ham soat 7 da nonushta qilayotgan bo'laman. Chunki bu takrorlanuvchi harakat. She never drinks coffee. Ya'ni bu yerda ham uni odatida, misol uchun. Har doim u hech qachon kofe ichmaydi. Bugungi mavzuyimiz, darsimiz shu edi. O'ylayman darsimiz siz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsimizda present continuous mavzusini darslik qilib chiqarishga harakat qilaman. Yana sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Sababi ko'proq odam ko'rishi uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Goodbye.